Hürmetli vatandaşlık şeylerini davamlaştırıyoruz. Bugün çiğsak 2020 yıl 9. ayının 28. günü hafta yakşembe. Endilikki mavzuunda. Hindistan armiyası arkadan harbiy manevri elip beriyotidi. 10 necha dona harbiy parxod Jungo bilan urush qilishga tayyorlandi. Mavzuli xabar 9 ayning 27 Duvi torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Jungo Hindiston o'rtasida keskin to'qinish yuz bergandan keyin, ya'ni 6 ayning 15-dan keyin ikki davlat chegarasida vaziyat yana jiddiylashmoqda. Yaqinda Hindiston, Avstraliya, Yaponiya birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Hindiston matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Hindiston dengiz armiyasi vazifa ijro qilishga allaqachon tayyorlanib qo'ydi. Hindiston Vaqt gazeti 9 ayning 26 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Hindiston dengiz armiyasining bayonotchisi mundaq dedi. Hindiston va Yaponiya 26 kunidan boshlab Arab dengizining shimoliy qismida 3 kun harbiy manevr o'tkazdi. Hindiston dengiz armiyasi bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Ko'p tarafli taktikalik manevr qurol etishga palobadan ko'tarilgan tek uchar aeroplan mashqi hamda suv osti parxodining murakkab mashqi va havo armiyasi mashq elib boradi. Ikki davlat armiyalarining dengiz armiyalarining moslashishi va hamkorligini mustahkamlaydi. Hindiston dengiz armiyasi Chennay belgilik, Tennay belgilik hamda Takash belgilik 4 dona harbiy parxodni manevrga qatnashtirdi. Yaponiya dengiz qo'g'dinish guruhi Jahu belgilik 2 dona parxod, P-8 belgilik Iroq musofirlik chorlig'icha parxod va kurash aeroplanlarini manevrga qatnashtirdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 9 ayning 23-kundan 24-kunigacha Hindiston aviatsiyasi, kechiringlar, Hindiston, Avstraliya dengiz armiyalari Hind okeani sharq qismida birlashma harbiy manevr elib bordi. Yuqumli virusni nazarga elib, bu manevr dengiz yuzida uchrashmaslik shaklida elib berildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo izchil Hindiston, Amerika, Avstraliya va Yaponiya 2017 yilning oxirida bexatarlik dialogini asliga keltirgandan boshlab hushyor bo'lishga boshladi. Jungo shu vaqtdan boshlab hushyor bo'lishga boshladi. Hindiston Ladakh rayonida chegara to'qinishi portlagandan keyin Hindiston dengiz armiyasi Hind okeanida birinchi darajalik harbiy holatga kirdi. Bir necha 10 dona harbiy parxod vazifa ijro qilishga tayyorlandi. Xabarning oxirida ta'kidlab mundaq ko'rsatildi. Hindiston harbiy parxodlari Faris qo'ltig'idan izchil Malakka bo'g'ozigacha sap tartib tura oladi. Bengal qo'ltig'ining shimolidan Afrikaning sharqi janub dengiz qirg'oqlarigacha sap tartib tura oladi. Hindiston dengiz armiyasi. Malakka desangiz uchun vatandoshim.